Kecha bittasi zon qilyapti de, sizlardan xafaman deydi de. Nega xafasiz, tinchlikmi? Nima bo'ldi desa, sizlarning cho'poningiz juda ham zo'r. Qanaqa pikasizlar, bizni tika olmayapmiz deydi. Shundan xafa bo'layotgan ekan. Umuman qani yengilliklarni ko'rsat, o'sha odam yana xafa bo'lsin. Mana. Mana shunaqa odamlar ham bor ekan. Tika olmasa bizdan xafa bo'larmish. Qaranglar, anaqa zo'rlarni rostdan ham tika olmaydi deydi. Buni bizning tikuvchilar bir qaranglar, yangi mana bitik tikulyapti. Faqat sizda bo'ladi. Like, bitta kommentariy yaqinligiga 5 ta odamga jo'natib qo'yinglar. Chunki bizning o'sha milliy cho'ponlarimiz bunaqa zo'r cho'ponlarni butun dunyoga yoyishga ozgina bo'lsa ham hissa qo'shgan bo'lasizlar. To'g'rimi, Mo'minjon? Bizni kattakon oldindan kattakon rahmat deb qo'yamiz. Ham qaranglar, hozir shundan ham juda ko'pchiligi urush bo'lib ketdi. Mana shu milliyligimiz butun dunyoga. Hozir Qozog'iston, Qirg'iziston hamma joydan 20 ming kelib olishyapti shu cho'ponlarni. Rossiyadan yetmasa ham bo'ladi. Qaranglar, mana shu eksklyuzivniy bitta sizda bo'ladi. Juda ham ajoyib. Qarishingizdan ko'ring. Qani, ko'raylik. Juda ham zo'r. Uni kiyib yursangiz, ertaga gaplaringizga kiyib borsangiz, opaxon, wow bo'ladi. Qani, juda ham zo'r. To'ylarga qaysi joyga kiyishlik ham zo'r. Eng zo'r joy bilasizlar nima? Buni matolar hammasi naturalniy bo'ladi. Tabiiy deydi o'zbekchada. Chunki har sandolarda yotgan o'sha beqasam ipi atlaslari hammasidan bo'lgan. Men bilan hammasi so'zini. O'sha so'zini ruchnoy ishlar. Uni o'sha bir-biriga moslashtirib taxlanadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Faqat sizlardan bitta iltimos, eng yaqin insoniylarga 5 ta 10 ta odamga jo'natib qo'yinglar. Shunda bizani videolarimiz nimaga chiqadi? Ommaga chiqadi. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Kimga kerak bo'lsa aloqaga chiqinglar, lokatsiyasini tashlab beramiz yoki sizlarni o'zingizga jo'natib beramiz.